Leksimizin davamına dikkat kılan hürmetli vatandaşım. Şinjan'ı 15 yıl başkurganda Wang Luoquan məxfi öldürüş obyektiga aylanğan imiş. Yaka aylanğan iken. Mavzulu xabar 12 ayının 16 günü Dovitor biti elan qılındı. Xabar mındaq başlandı. Yakında Jungo Kanunshunoslar Cemiyeti'nin başlığı Wang Luoquan 5. nöbetlik Jungo'da kanun icra qilish munbirining açılış murasimida nutq so'zladi. Şinjan'da vazife ötegendi Şarkı Türkistan'ı zoravallarını qattiq bastırgan zoravallarga qarshi turush mutaxassisi Şinjan padişahı 2. Wang Jin deydigan yoki shundaq deb sifatlar bilan sifatlangan Wang Luoquan 18. qurultaydan keyin Wang Luoquanning siyosiy byuroga a'zo bo'lish va siyosiy qonun komitetining muavin sekretari bo'lish amallari elib tashlanib 2013 yili Jungo Qonunchilar Jamiyatining boshlig'ligiga tayinlangan. Yaqinda beri zo'ravonlik harakatlari dunyo bo'ylab avj alganda deydi Dovitor biti. Jungoning Şinjan o'lkasida zo'ravonlik qarshi vaziyati murakkablashgan. Bu ahvalda Wang Luoquanning oshkor o'ttirish chiqishi kishilarning diqqatini o'ziga tortdi. Buningdan burun xabar qilinganda deb boshlaydi Dovitor biti. 1996 yil 11 oyda 20 nafar Sharqi Turkistonchi zo'ravonlar Xotan shahriga maxfiy kelib, kelgusi zo'ravonlik planini muhokama qilib qolmay, yana maxsus o'ldirish planini maslahatlashib, Wang Luoquanni maxfiy o'ldirish tizimliga va obyektga aylangan deydi Dovitor biti xabarida. Men o planni ko'rgan edim debdi Wang Luoquan muxbirlarni kutib olish yig'inida. Wang Luoquanga Uyg'urlar mundaq ism qo'ydi. Savassiz bandit Wang Luoquan. Xitoy bandit Wang Luoquan. Odam o'ldirishga xordor bo'lib ketgan Wang Luoquan. Xitoylar Wang Luoquan nima deydi? Ikkinchi Wang Jin. Terroristlarga yoki zo'ravonlar qarshi turish mutaxassisi. Uyg'urlar nima deydi? Wang Luoquan. Bandit Wang Luoquan. Xitoy bandit Wang Luoquan. Shundaqla savassiz odam o'ldirishga xordor bo'lib ketgan Wang Luoquan. Men savol qo'yayki, dunyo Wang Luoquan odam o'ldirdi, Uyg'urni o'ldirdi bu yo'lliq, Uyg'ur qarshilik o'rsasa, bu yo'lsizlik bo'lamdi. Uning ismi Wang, ya'ni Xitoy. Buning ismi Uyg'ur. Tabiatda her ikisi o'xshash. Taqdir her ikisini odam deb yaratgan. Lekin o'tirdagi farq til farqi, madaniyat farqi, millat farqi, etnik farqi. O Xitoy, bu Uyg'ur. Xitoy odam o'ldirsa yo'lliq, Uyg'ur qarshi tursa yo'lsizlik bo'lamdi-ku. Bu qatim Wang Luoquanni ko'tarib chiqish orqali Xi Jinping rais siz nima qilmoqchi? Xinjiangda zodi nima ish qilmoqchi? Jahon diqqat qilib turyapti Wang Luoquan apandi. Jahon diqqat qilib turyapti rais Xi Jinping apandi.